Hurmatli abituriyentlar, mana siz kutgan imtihonga ham taxminan 2 oycha vaqt qoldi. Bilasizlar, bu imtihon harbiy oliygohlarda super kontrakt degan narsa yo'q. Ya'ni qo'shimcha kvota yoki qanaqadir nechadir ball yetmay qolsa kirish imkoniyati yo'q. Bularda o'sha kerak bo'lsa 0.1 ball ham hal qiladi. Agar mana shu sizlarga eng katta bergan maslahatim, bu imtihon 2 oy qolgan bo'lsa, qolgan hamma narsani yig'ishtiringlar. Ya'ni to'y hasham deyslarmi, o'tirishlar, mana yaqinda bitiruv kechalari, boshqa narsalar. Chunki sizlarda oldinglarda butun boshqa kelajak turibdi. Sizlar qanday mana shu qisqa muddatda o'zingizlar va 9 yilda, 11 yil o'tib o'rgan bo'lsanglar, 11 yil o'tgan joyda 2 oy ish nasamas. 2 oy vaqt qoldi. Ko'p emas. 2 oy hamma narsadan kechsangiz, xudo xolisa o'zingiz o'ylagan oliy maqsadga erishasiz. Men bundan oldingi videolarda aytgan gapim bor. Sizga, ya'ni qarab turuvchi shaxs bitta o'zi uchun javob bermaysiz-da, chunki sizda orqangizda hamma narsasidan kechgan va borini tikkan ota-ona bor. Uning mehnatlari bor. Siz uchun hamma narsadan kechgan ular. O'zidan masalan kerak bo'lsa siz yegan narsasidan qisib ham sizga o'sha o'qishingizga, darsingizga hamma narsa pul topib beradi. Agar shu narsani oqlamasangiz, ertaga vijdoningiz oldida ham o'zingiz javob bera olmay qolasiz.